Amirchik Ponchikdan bir kunlik fotosessiya vlogi. Namjanning. Amir. Amirchikning obrazlarini tanladik. O'zlari kiyintirib berishadi. Amir. Mana shuncha fotozona bor. Hammasi bir-biridan chiroyli. Katta kichik fotozonalar, ishonasizlarmi, rasmlari bir-biridan chiroyli chiqadi. Biz ikkitasini tanladik. Hozir video davomida ko'rib olasizlar. Aytgancha bu fotozonalar hali hammasi emas, birinchi etajda, 3-chi etajda ham davomi bor. Bizda birinchi fotozona. Shkaf ichiga joylashyapti buni. İkinci obrazimizni kiyib berishyapti. Amirchikni juda ham yaxshi ko'rib qolishdi, qaranglar. İkinci obrazimiz tayyor. Bu bizning ikkinchi fotozonamiz. Ikkinchi stilimiz qadimiy usulda bo'ladi. Voy buni qaranglar turishini. 힘이 엄청 좋아요. Erjon keyingi fotosessiyani gaplashyaptilar, qachongaligini ungacha o'ynatib o'tirishib qaranglar. Bizning fotosessiyamiz tugadi. O'zi aslida biz bilan birga umuman rasm olish kerak emas edi, dogovor bo'yicha, lekin biz iltimos qildik, yo'q deyishmadi. Oxirida 3-4 ta birgalikda ham rasmga tushib oldik. Endi bizdan juda ham milashka rasmlarni kutib qolinglar.